ham tokli ham ruchnoy dori apparatimizni sizlarga tekinga berib yuboramiz. Faqatgina shu videoyimizga bittadan like bosib, obuna bo'lish tugmasini bosib, do'konimizdan 25-avgust sanasigacha ko'rib turgan komplektatsiyalarni kelib do'konimizdan xarid qiladigan bo'lsanglar, narxlarni eng arzon, optim narxlarda kelishtirib hisoblab, undan tashqari bonuslari bilan qilib beramiz. Bizning do'konimizga universalni mini traktorlarimizdan yetib kelgan 1105 ham o'rimga, ham haydovga, ham suv chiqarish uchun tayyor moslashtirilgan universalni mini traktorlarimiz. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, to'liq narxlari bilan yoritib beramiz. Akalar, birinchi o'rinda motor qismidan tanishtirishni boshlaymiz. Motor qismlari 1105 birkada o'sha kilogramm veslari 185 kiloli modelidan. Ko'p joyda buni 125, 145 kiloli motorni sotishyapti. Biz sizlarga 185 kiloli original katta motori bilan tavsiya qilamiz. Ko'rib turgan mini traktorlaring akkumulyator statorli, radiatorlari ham o'zida bor. Hozir ko'pchilik mini traktorlar chiqyapti, bez radiator holatda chiqyapti. Buni o'zini-o'zi avtomatik sovutadigan radiator tizimigacha tayyor qo'yilgan holatda bo'ladi. Solarishni variantda soatiga 800 grammdan 1 litrgacha salalga rasxod qilib berish uchun mo'ljallangan. Ko'rishlar mumkin, sifatlari juda ham zo'r. Xo'p, blogiga ham u yozib bergan, mana 1105 birkada sifatlari juda ham zo'r. Rasxodi oz, 800 grammdan 1 litrgacha rasxod qilib beradi akalar. Manzilda boshda aytdik, Marg'ilonda hokimiyati to'g'risida bo'ladi. Qo'shimcha dinamli model, o'zini zavodskoy dinamo 100% akkumulyatorga zaryad berilmagan hisobga biz sizlarga 80-100 dollarga akalar Xitoydan dinamo zakaz qildirib, dinamo olib kelib qo'yib qo'yilgan holatda bo'ladi. Hamda yonboshdagi mana lekin remen shkiflari ko'p joyda kichkina variantini berishyapti. Biz sizlarga original katta varianti bilan tavsiya qila olamiz akalar. Xo'p, remen shkiflari 3 tali bo'ladi. Akkumulyatorlari ham Luboy 1105 ga solishtirib olaverlar. Eng katta akkumulyator shu 1105 traktorlarimizda bo'ladi. Eng katta Damas akkumulyatorlardan dash katta qilib ishlangan. Oldi baloni 512, orqa baloni 614 bo'ladi. Boshqaruv mexanizmi oddiy, rollari mexanika bo'lishiga qaramasdan juda ham yumshoq. Kaliti bor, ruchnoyga ham zavodit bo'ladi. Qo'ldagi gazlari ham qo'yilgan. Gaz, tormoz, seplini hamma funksiyalari bor. Panejni, pavjinlari bor. Qo'shib ajratadiganlari ham akalar original holatda bo'ladi. Vozdixlari maslinni, yoq quyib bersizlar, tashqaridan kirgancha vozdixda qolishini hisobiga anchagina oqsoq xizmat qilib beradi. Xo'p, orqa frezasiga o'tamiz. Frezamiz razmeri o'lchatib olaverasizlar, luboy joyga borib. 130 li model. Eng kattasi shunda. Bundan kattasi yo'q. Xo'p, pichoqlari ham ko'rishlar mumkin. 130 li model freza, orqaga drabachogi, masalan, mana sidinasi oldiga orqaga legirovka bo'ladi. Korofkasi eng asosiysi bartovoy korofka, katta korofka qilib ishlangan. Kichkina korofka bo'lmaydi, bartovoy katta korofka bo'ladi. Arqa frezasini qo'zg'atadigan skorslari ham o'ziga tayyor qo'yilgan. Komplektida bir korpusli puligi, frezasi, oldidagi jatkalari komplekt bo'ladi. Jatkamizni ma'lumotiga o'tamiz. Ko'rib turgan jatkalang oldingi videolarimizda prostoy variantini qo'yganmiz. Hozir universalli variantlari kelgan. Yonboshda pichog'i bor, reduktorlari qo'shimcha bor, universalli varianti kelgan. Bu jatkamiz o'tda qanaqa turi bo'ladigan bo'lsa, urib, yonboshga yotqizib ketish uchun mo'ljallangan. Beda, o'zapaya, qattiq o't, yumshoq o't umuman tanlamaydi. O't mahsuloti borki, uradi, yonboshga yotqizib ketadi. Xo'p, bu jatkamiz yonboshdagi pichog'i vazifasi akalar bir-birini ustiga chirmashgan, yotgan, beda o'tlar bo'ladigan bo'lsa, o'rib, devor vazifasida ketish uchun mo'ljallangan. Keyin akalar jatka olishda ham e'tibor bera olinglar. Xo'p, mana pichog'i akalar pechatli originali bo'ladi, prostoy bo'ladi. Bular har bitta pichog'i pechat urilgan, almazli pichoqlar bilan jihozlangan. Reper brendidan 26-yilda mahsuloti. Seplari 2 sepli, pastki pichog'i 120 li bo'ladi. 2 pareli bo'lgan hisobiga mayda o'tda o'rishda qiynalmaydi akalar. Traktorlarimizning oldi tomoniga bu jatkamiz bemalol birga bir tushib beradi, remen orqali ishlaydi. Xo'p, jatkamiz reduktorlari ham katta modelidan, traktorlarimiz reduktori ham qizimaydigan original reduktordan bo'lgan, prostoy variantidan bo'lmagan. Shu bonuslari bilan videoni boshida aytganimda komplekt ko'rib turgan narsalar endi 3100 dollarga butun O'zbekiston bo'ylab
dastavkasi ichida yetkazib beramiz. Qoraqalpog'iston bo'lami, Qirg'iz, hamma O'zbekistonda qanaqa hududi bo'ladigan bo'lsa, yetkazib bera olamiz. Pastdagi raqamlarga alohida chiqib olasizlar, to'liq ma'lumotini olishlar mumkin. Statorlari katta modelidan, radiatorlari ham katta modelidan bo'lgan. Skoruslari 6 ta skorus, toshbaqa quyon bistira skoruslari bor. Bemalol telefon qilib zakaz berishlar mumkin. Zakazlar qabul qilishni boshladik. Manzil Marg'ilonda hokimiyati to'g'risida. Mabodo telefonda ololmay qoladigan bo'lsa, bemalol do'konimizdan kelib, ko'rib, o'zlaringiz ustidan minib, tekshirib ham xarid qilsalar ham bo'laveradi. Traktordan boshqa bunaqa spejatkalar, motoblok, agrotexnika vositalari qanaqa turdagisi kerak bo'ladigan bo'lsa, alohida chiqib olaverasizlar, chiroyli narxlarda yetkazib beramiz.